U haqda bir nechta badiiy va hujjatli filmlar suratga olingan. U banknot va pochta markazida tasvirlangan. Uning sharafiga bir nechta haykallar o'rnatilgan. Aslida u britaniyalik Dasha Sevastopolskayaga o'xshash shaxs. Uning ismi esa Florence Nightingale. Florence boy aristokrat oilasida tug'ilgan. A'lo darajada ta'lim olgan, bir nechta tillarni bilgan. U o'z hayotini xristian mehr-shafqatiga bag'ishlangan. 20 yoshida u hamisha mehr-shafqat singlisi bo'lishiga qaror qiladi va uning keyingi butun hayoti kasallar va yaradorlarga g'amxo'rlik qilish hamda nogiron va ojizalar uchun parvarish sharoitlarini tashkil etishga bag'ishlangan. Chiroqli xonim Floresni shunday atashgan. Bu nom unga Qrim urushi paytida berilgan, chunki u kechalari tinmay yarador askarlarni aylanib chiqqan. U o'z faoliyatida ko'p jihatdan statistikaga tayangan. Uning 800 betlik Britaniya armiyasi gospitallarida sog'liq, samaradorlik va boshqaruvlarga ta'sir etuvchi omillar haqida eslatmalar nomli asari statistika fanidan yangilik bo'lgan. Insoniyat manfaatlari yo'lida solih xristian Florence Nightingale o'z shaxsiy hayoti ham o'z hayotidan ham voz kechib oila qurmagan. 81 yoshida u ko'r bo'lib qolgan, 90 yoshida vafot etgan. Florence Hampshire grafligidagi Ilov hududida joylashgan muqaddas Margaretta cherkovida dafn etilgan. 12 may Nightingale tavallud topgan kun va butun dunyoda xalqaro hamshiralar kuni sifatida nishonlanadi.